Davlatimiz siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bag'rikenglik va insonparvarlik madaniyatini rivojlantirish hamda jamiyatimizda millatlararo totuvlikni mustahkamlashdir. O'zbekiston deb atalmish jannat makon yurtda jinsi, irqi, millati, tili, dini, e'tiqodi va kelib chiqishidan qat'iy nazar barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega va qonun oldida tengdirlar. Mahkam Shamsiy va tojik millatiga mansub Sirdaryoda tug'ilib voyaga yetgan Mahkam opa shu yurtni ona diyori deb biladi. Hamin mahalladoshlar hamma hoshonam va hamin Navro'z tabrik mikunam. Men hamin vatanda tug'ilmish karam, hamin vatanda o'smish karam. Butun har millat bu xos hamma homo hamdo'stlik ham jamiyatim prezidentim va rahmat mana hamin ressor nishon dodi nishon va umrishon daroz shud, rizqishon butun shud, xalqqa mari baxtash va sog' salomat shud. Mana milliy urf odatlar va mana hamit rasondan ashbat shukrona megayim. Imrozangin Navro'z ayyom kati hamma xalqqa mora tabrik mikunam. Do'stu qardoshdir azaldan o'zbegim tojik bilan, ikkisi bir bayt g'azaldan o'zbegim tojik bilan. Atoqli shoir Abdulla Oripov ikki millatni shunday ataydi. Chindan ham mamlakatimizda qaror topgan bag'rikenglik tufayli O'zbekistonda tojik millatiga mansub xalqlar azaldan do'stu ahillikda yashab kelmoqda. Bugun yurtimizda 130 dan ortiq millat va elat hamda 16 ta konfessiya vakillari tinch va ahil istiqomat qiladi. O'zbekistonning chet mamlakatlar bilan do'stona aloqalari mustahkam. Abdurahmon Jayloqov ham tojik millatiga mansub. Ayni vaqtda u Sirdaryo viloyat Alisher Navoiy nomidagi axborot kutubxona markazida raqamlashtirish bo'limi mutaxassisi bo'lib faoliyat yuritib kelmoqda. Abdurahmon aka Sirdaryoda tug'ilib voyaga yetdi. Farzandlarini oliy ma'lumotli qilib jamiyatga qo'shdi. Mana prezidentimiz aytgandek, kitoblarda o'qish kerak, bolalarga, qo'ni qo'shnilarga taklif qilamiz. Kerak bo'lsa olib borib bergan joylarimiz ham bor. Sirdaryo viloyatida tug'ilganman. Tojik millatiga mansub. Hech qachon xafagarchilik yo'q. Qo'ni qo'shnilar juda ham yaxshi qo'ni qo'shnilarimiz. Umri uzoq bo'lsin qo'shnilarda. Bir narsa tashkillashtiradigan bo'lsak, hammamiz birga bo'lib tashkillashtirib davom qilib beramiz. Qolgan ishlarni ham hammasini. Tojik, o'zbek, tatar, Ozarbayjon qo'shnilarimiz ham bor, Ozarbayjon qo'shnilarimiz ham. Hammamiz inoqmiz. Xuddi akukadek. Akukalarimiz qanday bo'lsa, men shunday shularni nima qilaman. O'zbekiston o'zimizda jonajon vatanimiz. Biz ham u tojik bo'lgan bilan kelimiz ham o'zbek. Biz qiz beramiz. Xudolarimiz hammasi yaxshi. Kuyovim ham o'zbek, kelinim ham o'zbek. Ikkita farzandim bor, qizim bilan o'g'lim. Qizim Guliston davlat universitetini bitirgan, Inyas fakultetini. Hozir shu Toshkentda xususiy maktabda dars beradi, o'zining sohasi bo'yicha. O'g'lim o'qiyapti 5-kursda. Bu ham xudo xolasa may oyida bitiradi. O'zbekiston haqida ko'p narsa aytsa bo'ladi. Ko'plab shogirdlar orttirgan Abdurahmon Jayloqov jamoada ham hurmat, e'tibor topgan. Abdurahmon akadan juda ham ko'p narsalarni o'rganish mumkin. Hayotimiz mobaynida, ish mobaynida u kishidan ko'p narsalarni o'rganganmiz. Har qanday jarayonda bu inson tayanch, suyanch bo'ladigan insonlardan. Riza Mullayev tatar millatiga mansub. U Sirdaryo viloyati Alisher Navoiy nomidagi axborot kutubxona markazi xizmat rahbari lavozimida faoliyat olib boradi. Kamtar, kamsuqum Riza Mullayevni o'z kasbining fidoyisi deyishimiz mumkin. Sirdaryo viloyatida Guliston shahrida tug'ilganman. 1987-yilda tug'ilganman. Ota-onam bor, uylanganman, ikkita bolam bor, aka-ukalarim bor. Oilamizda bitta akam, ikkita ukam bor. O'zbekistonda tug'ilganimda, shu paytda O'zbekistonda yashaganimda, ishlaganimda, oila ko'rganimda albatta xursandman. O'zbekistonda asosiy bayrami bu bahor bayrami, Navro'z bayrami. Chunki bu hamma birlashtiradi. Ну, в этот праздник, в день весеннего равнодействия, если в переводе на русский язык,
Это, можно сказать, мусульманский праздник в первую очередь. И непосредственно у нас тоже он особо и с размахом празднуется. Делается там сумаляк, делается. Это общий праздник, да, общий праздник. И он непосредственно в Узбекистане тоже празднуется. И испокон самый такой знаменательная дата в Узбекистане. Байрамлардем biz birga nishonlaymiz, вместе отмечаем, естественно, этот праздник. Ну, я уже работаю в информационном библиотечном центре в Сырдарьинской области уже больше 10 лет. Работаю в сфере информационных технологий. Сейчас я занимаю должность руководителя службы. У меня, можно сказать, и небольшой, и не маленький стаж в этой сфере. Yana bir ko'rsatuvimiz qahramoni pedagog Liliya Aleksandrovna Ablayeva. Tatar millatiga mansub. Gulistonda tug'ilib voyaga yetgan Liliya a'lo baholarga maktabni tamomlab, oliy o'quv yurtiga kirdi. Oliygohni ham muvaffaqiyatli tugatib, o'zi o'qigan Guliston shahridagi 12-maktabga ishga kirdi. Mana, hozirgi kungacha u boshlang'ich sinf o'quvchilariga saboq berib kelmoqda. Liliya biz bilan sof o'zbek tilida dildan suhbat qilishni istadi. Endi meni bilishim bo'yicha Sirdaryo viloyatida juda ko'p har xil millatlar istiqomat qiladi va bir-biriga juda munosabati do'stona. O'zbek tilini juda ham yaxshi ko'raman. Ustozlarimizga ham mana bir nima yozaman desam, xato qilmadimmi deb darrov so'rayman. Mana o'zbek sinfga dars beradigan ustozlarga har doim murojaat qilaman. Mana uni to'g'ri yozdimmi, to'g'ri qilyapmanmi? Endi tilga hurmat boshqacha nima borki, mana hozirgi o'quvchilarim 4-sinf ular 1-2-sinfdan davlat tili o'rganishni boshlaydi kurs sinflarda. Keyin ular qandaydir qo'rqinchlik bo'lardi-da ularda, "Voy, biz o'zbek tilida qanday o'rganamiz, nima qilamiz?" Keyin men ustozlari kelardi, 2ta o'qituvchi bo'lib dars o'tishadi. Men ularga shunday shior o'rgatganman, "O'zbek tilim jonu dilim" deb darsni shunday boshlaysizlar. "Assalomu alaykumdan keyin shu so'zni aytsalaring, ustozlaring ham sizga munosabat o'zgarib yaxshi baho qo'yadi" deya tilga hurmat e'tirofimni shunday ko'rsatganman. O'quvchilarim hozir shu nima qiladi? "O'zbek tilim jonu dilim, bizga Lilsanni shunday aytdi" deb nima qiladi? Bolalar xursand bo'ladi, amal qilishadi shu qoidada. Liliyaning bugungi kunda ko'plab shogirdlari jamiyatda faol, ustoz sifatida shogirdlari bilan faxrlanadi. Jamoada, oilada, mahallada ham birdek obro' e'tiborga ega Liliya Aleksandrovna yoshlarga kitob mutolaa qilishni, ilmli bo'lishni o'qitiradi. Davlatimiz rahbariyat tomonidan hozir yoshlarga juda ham imkoniyatlar ko'p. Masalan, har xil milliy sertifikat, xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritish imkoniyatlar berildi. Yoshlar shu imkoniyatlardan juda keng foydalanish. Mana o'zbek tilini o'rgansang, o'zbek tilini urf-odati, tarixi bo'lgan voqealariga ko'proq ichiga kirishing mumkin. Abdulla Qodiriy kitoblari bor-ku, men rus tilida o'qiganman-da birinchi hammasini, keyin o'zbek tilida ham o'qiganman. Umuman uni taassurotlari boshqacha. Kumush Otabek monolog bor edi. Biz uni maktabda yodlar edik-da. Keyin mana hozir 1-2 yil oldin shularni o'qisam, boshqacha taassurot, yoshligimni esladim baribir. Endi tarjimasiz tilda o'qisang boshqacha taassurot bo'lar ekan. Endi o'zim 2ta farzand onasiman. Farzandlarim bu yil bittasi sirtqi, bittasi kunduzgi oliy o'quv yurtlarini, ta'lim muassasalarini bitiradi. Ikkalasi ham Toshkent axborot texnologiya universitetida tahsil olishadi. O'zbek milliy urf-odatlari, qadriyatlari juda go'zal va boqiydir. Turli marosim, to'y va marakalarimiz birga o'tadi. Qo'ni-qo'shnichilik an'analarga amal qilamiz, bordi-keldi qilamiz. Tansiq taom qilganda albatta ulashamiz, deydi faxr bilan Liliya. Har juma kuni maktablarda, boshqa korxonalarda milliy liboslar kuni deb e'lon qilindi. Bu men o'ylaymanki, o'quvchilarimizda o'zining O'zbekistonda istiqomat qilayotganini faxrlanadi. Yana ma'naviyat, ma'rifat yo'lida to'g'ri tarbiyagani qiladi. Men ham shu uchun bugun juma kuni bo'lgani uchun shunday kiyib keldim, milliy libos kiydim desak ham bo'ladi, juma kuni bo'lgani uchun. Bizda masalan maktabimizda o'zbek sinf bolalari
nafaqat juma kuni boshqa kunlari ham bunday milliy nimchalar do'ppilar kiyib yurishadi. Rus sinflari endi asosiy shu juma kuni shu qoidaga amal qilishadi. Juda ham yaxshi, bolalar rosa chiroyli bo'lib keladi. Hozir bahor fasli, hamma tabiat uyg'onib ham mana farzandlarimiz shunday chiroyli bo'lib kelyapti maktabga. Endi bizni davlatimiz rahbariyat tomonidan ta'limga juda ko'p e'tibor berilyapti. Mana sertifikatlarni aytdik, maktablarni yangitdan qurish, mana xudo xolasa bizga ham yangi maktab binosi qurilyapti. Sentyabrda ochilishi rejalashtirilgan. Endi bolalarimiz yangi chiroyli sharoitlarga boy 4 qavatli binoda o'qiydi endi. Jamoatimizda ham har xil millat vakillari ishlaydi, lekin Xudoga shukr qilish kerakki, hech qachon sizni millatingiz unday, sizni nimangiz shunday deb aytishmaydi. Faqat ishimizga, faqat faoliyatimizga baho beriladi. Hech kimni hech qachon ajratmaydi, hurmat qiladi. Mana uyda ham qo'shnilarimiz o'zbek, tojik vakillari bor. Doimo do'stona munosabatda bo'lamiz. To'ylarda, ma'rakalarda, mahalla ishlarida doim birgalikda faol ishtirok etamiz. Yoshligimizda doimo atrofimizda o'zbek bolalar bilan katta bo'lganmiz, o'ynaganmiz qo'shnilar bilan endi. Keyin maktabda ham masalan bizning maktabimiz 2 tilda ta'lim olib boriladi. Hozirgi kunda ham rus sinflar bilan o'zbek sinflar bitta. Maktabimizda shunday urf-odatlar borki, o'zbek bolalarim rus tilini yaxshi biladi. Shunday nimagadir yo'nalish borda endi. Men o'zim o'zbek tilini juda ham yaxshi ko'rganim uchun maktab yoshimda, keyin pedagogika bilim yurtida o'qiganimda o'zbek tilida olimpiadada ishtirok etganman. 1993-yilda pedagogika bilim yurtlari talabalarining o'rtasida respublika olimpiadada ishtirok etib, 1-o'rin olganman o'zbek tili fanidan. Boshqa viloyatlardan ham talabalar ishtirok etgan edi. Toshkent shahriga borganmiz. 1-pedagogika bilim yurti deyilardi. U pedagogika yurtlar uchun eng bosh anaqa bilim yurt bo'lgan. Shu yerda olimpiada o'tkazilgan. 28 ta talabaning ichida men faxrli 1-o'rin olganman va shu paytda pul mukofot sovg'alar olingan, xursand bo'lganmiz. Shu yerda mana yashayapman, hamma hurmat qiladi. Mana shu yoshimizga yetdik. Mana o'qituvchi bo'lganimga, mana mahallamiz ko'yda ham hamma hurmat qiladi. Shu uchun shu yerda yashab, shu yerda tug'ilib o'sganim uchun juda faxrlanaman. Men yurtimizni, bizni o'lkamizni juda yaxshi ko'raman. Yonimdagi odamlarga juda ham hurmat, ehtirom bilan qarayman va bizda anaqa millatlararo totuvlik, do'stlik juda keng. Yurtimizda Navro'z shukuhi kezib yuribdi. Liliya Ablayevaning ta'kidlashicha, sumalak qo'zg'ab qilingan niyat albatta amalga oshadi. Buni o'zida sinab ko'rgan qahramonimiz shunday deydi. Bahor fasli bu tabiat yangilanishi. Tabiatimiz juda chiroyli. Mana atrofda daraxtlar, gullar ochilyapti. Shahrimizda qancha obodonlashtirish ishlari olib borilyapti. Shahrimiz chiroyli bo'lishi uchun mana nomi bilan ulug'da shahrimiz Guliston, endi guldastalar degan nomi bor-da shahrimizda. Mana hozir bu yoqqa kelganimcha tomosha qildim, hamma yoqlar juda chiroyli bo'ldi bahor fasli bilan. Navruz bayramini o'ziga xos urf-odatlar ham bor. Masalan, milliy taomlar tayyorlash, sumalak qilish, qo'shiq kuylar aytish bor. Endi maktabimizda ham shuni qildik. Menga yana nima yoqadi, shu sumalak jarayonida odamlar bir-biriga boshqacha do'stona, yaqinroq munosabat bo'ladi. Dardlashamiz, gaplashamiz. Endi ishda hamma dars bilan bo'ladi, boshqa daftar tekshirish. Endi maktabdagi ish faoliyati bilan bo'lsa, bu yerda baribir hamma erkin o'zini his qiladi, bemalol suhbat qiladi, gaplashadi o'zaro. Shu menga yoqadi. Keyin qo'shiq kuylash, endi unga alohida e'tibor berish mumkin, chunki men o'zbek xalq qo'shiqlarini juda yaxshi ko'raman. Mana laparlar bor, ana yalla qo'shiqlari bor. O'zbek xalq qo'shiqlarini yoshligimdan yaxshi ko'raman o'zim va maktabimizda xor jamoasi bo'lar edi. Shularda ham faol ishtirok etib, har xil ko'rik-tanlovda ham ishtirok etganmiz. Qaldirg'och qora ekan, qanoti ola ekan. Qaldirg'och qora ekan, qanoti ola ekan.
yallama yorim yalolat yalolashayli yalolashayli uchtama to'rtta bir bo'lib o'rtoqlashaylik uchtama to'rtta bir bo'lib o'rtoqlashaylik. Ha, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo. O'zbekiston atalmish jannat makon yurtda yashayotgan inson borki, mehr va e'tiborda. Bunday yurtga albatta xursandchiliklar, shod va xurramliklar yarashadi.